Mana hayotda muammo juda ham ko'p. Siyosiy muammo, iqtisodiy muammo, ijtimoiy muammo, sihiy salomatlikka taalluq muammo, hammasichi bitta arqonga baylasa bo'lar ekan. Sababi bitta ekan. Bitta arqonga hammasini tortib qo'ysa bo'lar ekan. Bu odamlarda hamma mushkulalari, deyarli hamma mushkulalari o'ziniki bo'lmagan narsani olmoqchi bo'lganidan kelib chiqar ekan. O'zi haqli bo'lmagan narsa, o'ziniki emas bo'lgan narsani qo'lga kiritaman degan paytda mushkulalar kelib chiqar ekan. Haq egalarining haqqini berishni xohlamaganda mushkula kelib chiqar ekan. O'ziniki bo'lmagan narsani olish va haqlarni egalariga bermaslik. Demak, bolamizga yoshligidan hamma muammolardan qutulish yo'lini o'rgatmoqchi bo'lsak, aytaylikki, o'zingniki bo'lmagan narsani olma, haq egasini haqqini ber. Ya'ni nima qil? Taqvo qil.